Xayrli kech hammaga qizlar. Bugun mana Xitoydan bir nechta zakazlarimiz yetib keldi. Anchadan beri Xitoyda obzorni qilganimiz yo'q edi. Bir boshdan kelgan narsalar ko'rib chiqamiz. Sapog zakaz qilingan. Qizlar buni qishda rosa ko'p sotdim. O'shanda ola olmagan qizlar hozir qishgacha olib qo'yishdi. Qish kelganda kiyamiz deb. Lekin narx-navo o'zgarmaydi, o'sha holatda qoladi, chunki saytda 1 yillik narx qo'yildimi, bo'ldi, shu bilan o'zgarmaydi. O'sha narxda kelgan, lekin kачествоsi zo'r, ayniqsa qishda zo'r. Juda ham issiq. Keyin mana bunaqa o'qit paytida qo'lga kiyib olinadigan mana bunaqa narsalar keldi, manjetkalardan. Bu ham bittasi zakaz, qolgan ikkitasi nalich. Telefon g'iloflari keldi. Mana suratda qanday bo'lsa, xuddi shunday keldi g'iloflar. Mana bir xilgilarning ichida prizlari bor, bir xilgilardagi zashni aynaklari bor, hammasi har xil kelgan. Keyin mana bunaqa muz idish zakaz qilganmiz. Zo'r narsa ekan bu ham. Qaranglar, bu yerda mana bunaqa ezilar ekan, mana bu idishiga. Mana muz tushilar ekan. Tayyor qilgan muzlar. Keyin bunaqa zapaskasi probchalari bilan birga. Bu ham hozirgi уже sezon boshlanyapti. Sumочка zakaz qilingan bolachalarga, mana bunaqa qahramonlardagi, Marveldagi bog'chalarga tutgani, bu ham zo'r keldi. Keyin mana bunaqa jemfer zakaz qilishgan edi. Bundan qishda sotgan edim, o'zim ham kiygan edim. Material yengil angorka, juda ham issiq, keyin mazza. Sal oversizeroq, kengroq fasonda, lekin kачествоsi zo'r chiqdi. Qishgacha o'zim kiydim buni. Mana bunaqa sumka zakaz qilingan, rosa chiroyli ekan. Bu ham 2 xonalik, mana tutib olinadigan mana bunaqa narsalargacha. Buni ham klient o'zi tanlagan. Mana bu kartondan yana keldi qizlar. Bundan avval zakaz qilgandim. Bitta klientkam zakaz qilgandan keyin rosa ko'pchilik yoqtirib qoldi bundan. Yana zakaz urishdi. Mana 2 xonali, ichida plastik soladigan, уже hamma narsasi bor. Kачествоsi super. Bundan 2 ta kelgan. Ikkalasi ham egasi bor. Детский shortiklar zakaz qilingan, 3 xil razmerda, 3 ta ukaniki bu. Bu ham o'sha xuddi rasmda qanday bo'lsa shunday keldi. Kачествоsi zo'r keldi buni ham. Mana bu uzun jemferdan zakaz qilingan. Qizlar, bu jemfer shim bilan kiyiladigan, tizzadan keladi uzunligi. Angorka materiali qishga, kech kuzga, erta bahorga, fevral oylariga rosa zo'r narsa. Bundan o'zim ham kiyganman. O'zimda ko'rishib, yaxshi ko'rishib zakaz qilishgan edi buni. Abadok zakaz qilishgan, hech narsasi bo'lmasin deb yumshoqqina abadok keldi. Keyin mana bunaqa makasima zakaz qilgandim. Bundan ham keldi. Rosa ham udobni qizlar, mana oyog'ini qaranglar, tagi rezinoviga o'xshagan, egiluvchan, silikonga o'xshaydi. Maktablarga, ishxonalarga, umuman casual kiyimlar uchun mazza narsa. Bu ham zo'r keldi. Keyin yana bitta shaxsiy narsalarim bor. Ularni obzorga qo'yishim shart emas. Hozircha shular qizlar, sotiladigan narsalar bo'lib qolsa, kanalga qo'yib qo'yaman.